Obunachilarimga mani bugun Minecraftga bitta qizcha o'yinga chaqirdi. Mana o'sha qizcha. U men bilan hozir nimadir qazishga boraylik deyapti. Mayli dedim. Xo'sh, ketyapmiz biz qazishga. Nima qaziymiz qizcha? Asal ko'rishmasin. Nima qaziymiz gapir. Ko'mir qaziysanmi? Nima qaziysan? Daraxt chopasanmi? Daraxt chopasan uchun. Daraxt chopaman. Unda ketdik. Qayerga boramiz? Sen daraxtlarga bormoqchiman. Karotchi daraxtlar chopishni boshladi. Keyin bitta narsa, o'yinning oxiriga yetganimizda men sizlarga qanday kiyimlarni, narsalarni tayyorlashni o'rgataman. Bizga go'sht kerak bo'ladi, shuning uchun molni o'ldirib olamiz. Mana go'shtlarni oldik. Короче, mana yana daraxt. Cho'chqa topdim. Lekin sizlarga maslahat, cho'chqani go'shti zaharli bo'ladi. Yemaysizlar degan umiddaman. Eng yomon zaharli go'sht bu zombiniki. Uni ham yemaysizlar degan umiddaman. Cho'chqani go'shtini olib qo'ydim. Qizcha, men hozir nima dedim sizga? Cho'chqani go'shti yomon dedimmi? Bekka fonar bilan kelmasak, ko'mir qaziy olmaymiz. Shu sababdan men uyimga boraman va fonar yasashga harakat qilaman. Men ham. Tegaman qizcha, bu men o'ljam. Birovni o'ljasak ko'zalattirish kerak emas. Men ko'mir topgan deyman. Bitta ko'mir yo'q ekan. Shu sababdan sekin uyimga qarab ketaveraman. Короче, men uyimni yorug' fonarchalardan qurganman. Bu qizcha hozir telefon qilganim uchun chiqib ketdi. Mana mening qishlog'im. To'g'ri, buni topish qiyin bo'lgan. Voy, jalot, zombi! Zombi bolachasi, voy jalot. Voy, o'ldirdim. Levelim 3 bo'ldi. Bu yo'llarda xavfli narsalar ko'p bo'ladi. Ayniqsa kechqurun. Ko'raylikki, bu qizcha nimalarni o'zining nafasiga qo'ygan ekan. Voy jalot. Bu ko'p narsalarni o'ziga qo'ygan. Qani, bu sandiqda nimalar bor ekan? Voy, mayo, nimalar bular? Olmosni qo'yamiz, kerak bo'ladi. Bundan ham 5 olamiz. Короче, bitta temizlik olamiz. Battan ketamiz. Короче, kim o'ylasa biz bilmaymiz. Voy, go'shtim qanday qopti. Yaxshi, mana meni uyim. Batda hammadan yaxshilab yuraman. Agar sizga ham uy qurmoqchi bo'lsangiz, eshikda to'g'rayizdan ochib yurmang. To'g'ri, men juda ham boyman. Mana 22 ta olmos, 8 ta shilta, короче, olsa to'nka. Yana to'nka. To'nkalar va qo'yishni o'ylaysiz. Adashib to'saydim. Короче, biz boymiz. Mana go'sht hammasini shu yerga bo'shatamiz. Urug', non, to'nka, daraxt.
Go'shtlar hozir kerakmas. Keyin biz narsani sehrlashga keladigan bo'lsak, ikkani olaylik. Kelga bitdi-ku, mana ekan. Mana agar bu kilkani sehrlamoqchi bo'lsangiz, kelasiz, kilkani qo'yasiz. Bizda bunaqa yo'qligi bor. Uning o'rniga buni tushirib qo'yamiz. Ko'raman. Men bu ko'rmadim ekan. Shuning uchun maslahat beraman, siz shuni xabardor bo'ling. Ko'proq narsa yig'ish uchun birinchi craft coin, birinchi craft coin, keyin survival qiling. Undan keyin siz xohlagan narsangizni olishingiz mumkin. Sizga yana bitta narsani sir saqlamayman, ko'rsataman. Voy. Zirang ko'rsin sani. Qaysi qilib qo'ygan betga o'zinglarni. Mayo. Hammangizda shunaqa kon umiddaman. Tezroq qazish uchun ketaman olaman. Mana bu bizning konim. Shu konga boshqa narsalar qo'yishim kerak edi. Prosta dekoratsiyaman. Mana yoqda qo'yish mumkin. Mana tenish bor. Bu yoqda jang davomida yashirinib qolishimiz mumkin. Bo'lamiz. Mana yerdan zina ketdik, ko'mir izlab. Qilichchani olamiz qo'lga, yo'lda nimadir chiqib qolsa, biz uni o'ldirishimiz kerak bo'ladi. Boyagiga o'xshab zombi chiqib qolsa, tikka qochishimizga to'g'ri keladi. Yoki bo'lmasa o'ldiramiz. Agar mendan kiyimingiz qanaqa deb so'rasangiz, mana meni kiyimim. Hammangiz ko'rgansiz degan umiddaman. Qani bo'ladi? Yaxshi, tushib ketmadim. Kelib qoldik, keldik. Voy jalot. Mana ekan o'sha boyagi kon. Men fonarni uyda qoldirgan deb o'ylagandim. Lekin fonar shu ekan, aytdim-ku mana. Ko'mir konida. Balki bilgan biladi, bilmagan bilmaydi. Ko'mir cho'qingni yo'llarni ham ko'tarib ketaveradi. Shuning uchun men ko'proq ko'mir chopaman. Ko'mir foydali lekin. Men senlarga maslahat beraman, cho'ping faqat kilkada. Temirlarni ham kilkada cho'pinglar kam. Shu mashina ko'rsatay. Yo, bu kilkani kuchaytyapti. Ana. Yo, sarmlar cho'pmaydi lekin. Mana kilkada cho'psanglar, qanaqa narsalar beryapti. Короче, biz ko'mirimizni chopaveramiz. Voy jalot, orqasida yana ko'mir bor ekan-ku. Bugun uyga ko'mir bilan boramanmi deyman-da. Nimaga ko'mirning o'rniga shu boshqa narsa chiqa qolmaydi-ya? Ko'mir kamayib boryapti-yu. Lekin fonar kerak bo'lyapti. Mana yerda yana ikkita ko'mir bor. Ko'mirda pulni tugadingiz. Mana, короче. Ketdi u bet. Voy, mana tunam tushyapti. Endi tezroq uyga olishimiz kerak. Qilichimizni qayerga qo'ygandik? Mana qilichimiz. Nimalar olindi. Uyga tezroq yetib olishimiz kerak. Hozir cho'riga qarashga vaqtimiz yo'q. Chunki yo'ldan mahluq. Go'shim kam.
Go'sht o'ldirishim kerak. Voy go'sht, bakka. Voy go'sht, bakka. Mana go'sht ushladim. Endi tikka yuguramiz uyga. Hozir zombi Kviper. Voy jalot, Kviper. Kviper kelmoqda. Kviper kelmoqda. Qo'shdik. Uyim portlab bermasa bo'ldi bular. Voy jalot. Qochgandan foyda bor lekin. Senlarga aytib qo'ysam. Mana uyimga yetib keldim. Voy, mana qiz. Karotchi yotamiz. Karotchi videoni yordam keldi. Shuning uchun manga yetkazib soldim. Voy qizcha o'ynasang to'g'ri o'yna. Ko'pgina ko'mir ishlabman. 24 ta ko'mir. Yaxshi, bir kun uchun 24 ta ko'mir. Ketdi, endi yana nimadir izlaymiz. Mana qizcha adashib qoldi. Kimi kerak bo'lsa olib ketsa mana qizcha. Albatta meni kerak bo'lsa mana qizchani ko'rib qolsa o'ylab qo'yaversin. Karotchi men hozir qayerga go'rgadir ketyapman. Karotchi mana aziz obunachilar, bugungi videoni tugatamiz. Orqamdan nimadir keldi. Voy qizaloq, senmiding? Mani urma maslahatim. Menga ta'sir qilmaydi urganing. O'lib qoldi bu qiz. Kilkasi bilan. Sanda nima bor qizcha? Bizga mana kerak edi. Kakkiras kilkasidan emas qizcha. Men kilka ko'rganim yo'q, men ketyapman. Go'sht bor ekan, faqat bizga kerak ekan. Shunchalik ham ko'p bo'ladimi bu? Karotchi men mana stolning tepasiga chiqmoqchiman. U yerda nima borligini ko'rish maqsadda. Balki qilichda chiqqanim ma'qul deb o'ylayman. Qilich olishim majburiy. Boyagina narsalar chiqib qolmasligi uchun. Jalod, menga nimadir o'ylab voy, bo'ldi o'zim keldim. Qani tikka tog'ning uchiga qarab ko'tarilaman. Obunachilar, agar mani 500 ta qilmasangizlar, 500 ta qilganlaringizdan so'ng jonli video chiqaraman. Voy aziz obunachilarim, mana tog'ning cho'qqisiga chiqish o'ta qiyin ekan. Zombining go'shti zararli deb men sen qizchaga boshida aytganman. Endi aziz obunachilarim, men ketishim kerak. O'yinda kechki soat 12 lardan keyin deb hazillashaman. 9 lardan keyin davom ettiramiz. Xayr obunachilarim.